Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ta'm og'zingizda qoladigan, chaynashga ham hojat bo'lmagan soch nitrili shirinligini tayyorlaymiz. 7 ta tuxum, 7 osh qoshiq shakar solib, yaxshilab mikserlaymiz. Alohida idishga 7 osh qoshiq un, yarim choy qoshiq razrixisini qo'shib, massamiz ustidan solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Qulupimizni ozgina yog'lab, tayyor bo'lgan massamizni solib, gaz pechida 170 gradusda 25 daqiqa pishirib olamiz. Etimiz pishguncha shirinligimizning eng asosiy mazza beradigan, lekin juda ham nozik bo'lgan karamelini tayyorlab olamiz. Qizigan tovamizga 300 g shakar solib, yaxshilab eritamiz. Bu jarayon ozgina diqqatli bo'lishni talab qiladi, chunki qotib qolgan shakar bo'lakchalari qolib ham ketmasligi kerak, shakarimiz kuyib ham ketmasligi kerak. Shakarimiz yaxshilab erib olgandan so'ng 100 g sariyog' solib yaxshilab aralashtiramiz. Va eng so'ngida 100 ml qaynoq sut solib, uni ham yaxshilab aralashtiramiz. Mana karamelimizni ham tayyorlab oldik. Endi buni alohida idishga solib sovishga qo'yamiz. Navbat shirinligimizning kremiga keldi. 400 g qaymoqqa 100 g shakar upasini solib, mikserda yaxshilab aralashtirib olamiz. Sutimizni sovutib olganimizdan so'ng olib, zubachistkada yaxshilab teshib chiqamiz. So'ng 500 ml sut bilan propitka qo'yganimizdan so'ng kremimizni bir qismini olib qo'yib, qolgan qismini biskvitimiz ustidan yaxshilab surib chiqamiz. Kremimizni surib olganimizdan so'ng sovigan karamelimizni olib, kremimiz ustidan quyamiz va olib qo'ygan ozgina kremimizni shunaqa chiziqchalar qilib ustidan bezab chiqamiz. Tayoqcha yordamida shirinligimiz ustini xohishga ko'ra bezatib olishimiz